Qo'zi mana. Bu ham qo'zi ekan, bundan bari qo'zi chiqarganda janovar. Oq yuzligidan ekan. Qulog'i ham 20 plus. Yo'q, qulog'i ham 20 chiqadi. Ha, o'lchab ayrini qilib dastlabki qilib yetkazib beraman. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Farruhbek ukamizni xonadonlariga keldik. Bugun Farruhbek ukamizda 4 partiya, 5 partiya haqiqiy nasldor qo'chqorlarni akalar tozalardan kelgan ekan. Xudo xolosa shularni birin-ketin ko'rsatib, barcha ma'lumotlarni shaxsan o'zingizga berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab, like-ni bosib, kanalga obuna bo'lganlar obuna bo'lib, padishga qilsalar akalar, xudo xolosa bunaqa qo'ylardan ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Farruhbek, hurmang. Assalomu alaykum, hurmat aka. Assalomu alaykum obunachilar. Anjamni ko'rmay qoldingiz-a? Ha, endi qo'ylar sekin zo'rini olib kelyapsiz. Qanaqalardan chiqadi? Ham topolmay ketdi-yu. Bugunga faqat zot yo'nalishiga zo'rlari chiqadi. Xudo xolosa. Videoni oxirigacha ko'rib turishadi. Xudo xolosa manfaatli video bo'ladi. Like-ni bosib, kommentariy ham portlatib turishadi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bugun haftaning juma kuni 23-may 2025-yil akalar. Bo'lmasam biz videolarimizni boshladik. Mana akalar, birinchi partiyasiga haqiqiy gigant qo'chqorimiz akalar mana. Bizdan qo'ydi ko'rishingiz mumkin. Jasad o'ta katta akalar. Endi videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, mana dumbasi ham tikka dumba. Razizlari ham chotki, oyoq kiyimlari. Haqiqiy o'ta mo'shnisidan akalar. Mana. Hozir bularni bo'y bastini o'lchab hamma yo'g'ini ko'rsamiz akalar. Quloqlari butun shekilliga? Qulog'i bu yoqda Baldag'i bor ekan. Baldag'i bor, qirg'izda o'zi. Baldag'i. Qirg'izda o'tgan bu. Yosh qanaqa endi? Yoshi mana ikkitishdan endi 4-ni chiqaryapti janovar. Ikkitishdan 4 o'tyapti ekan. Ha, endi chiqaryapti. Gap yo'q. Farruhbek bo'lmasam, obunachilar vaqtini olmasdan tez ma'lumotni berib o'tiramiz. Yo'q, ko'p cho'zim bor. Metrda qo'ying chiqani. O'lchab, mana. O'zlari ko'rib olishaveradi. Mana qani, yerdan akalar mana o'zlaring ko'raverasizlar. O, salkam 1 metr ekan. 99 chiqyapti janovar. Kichik 1 metr ekan akalar. O'zlari olishaveradi. Bu uzunligini ko'rsatib qo'ying, uzunligini ham. Ha, uzun. Qani? Yo, bo'yinmi? Uzunligi akalar mana 1 metr ekan. 1 metr plus ham kelyapti mana. 1 metrga olishaveradi. Farruhbek, bu narx nech pul deysiz endi? Bo'ladiganini aytingchi. Narxi 11 millionga Samarqandgacha rastakka qilib beraman. 11 millionga Samarqandgacha. Telefon qilsa hayriga ham o'tib berasiz. O'tib beraman. Vesi ham, buni vesi ham bir hafta oldin tortilganda 115 kilo chiqqan. Vesi ham 115 kilo. Undan keyin ancha yem yedi bu. Hozir 120 kilo atrofida chiqarsa kerak. Akalar, kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib chiqarasizlar. Hech kim aytgan narxga sotmagan. Farruhbek bilaman, xudo xolosa yurib yuradigan bola. Bemalol telefon qilib akalar kelishilgan holda o'shalarning dasturga qilib beriladi. Endi kenglar nima? Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyasiga ham shu zotdor qo'chqorimiz. Farruhbek, buni yoshi qanaqa endi? Yoshi endi tishga o'tyapti. Ikkitishga? Ikkitishga degan Ikkitishga endi o'tyapti ekan. o'tyapti janovar. Gap yo'q, akalar, mana yuzlari ham o'ta chiroyli ekan. Qulog'i ham. Tonuna qarang akalar. O'ta mo'shni ekan janovar. Simjun ekan bu. Toza simjun. Toza simjundan ekan, mana. Gap yo'q, haqiqiy go'zalidan ekan mana. Qo'chqordi. Dumbalari ham kelishgan, tikka dumba, oyoq kiyimlari. Hamma yeri zo'r ekan janovar. Qulog'i ham butun ekan bunda? Qulog'i ham butun. Gap yo'q. Farruhbek, metrda qo'ying chiqani. Xo'sh. 93 sm ekan. 90 plus ekanda. 90 plus yo'q. 90 plus. Bo'yni o'lchab qo'yamiz uzunligini ham. Uzunligini bitta ko'rib chiqani. Qo'yingchi metrda. Uzunligi mana akalar 95 plus ekan. 95 plus. Janovar. Tobida turibdi janovar. Xolos. Nech pul deymiz Farruhbek buni? Buni 10 millionga ayrini qilib dastlabki qilib yetkazib beraman. 10 millionga xayri bor-a, xolos. Xayri bor. Gap yo'q. Akalar, telefon quloqqa chiqarasizlar, endi kengaylaman. Akalar, mana qo'yi qo'shgani qo'zisidan bo'lsin degan obunachilarimiz uchun akalar mana qo'zi variantidan jonivar. Mana bir qator qo'yni ko'rsatamiz. Chimta ochib qo'ying chiqani. Janovar qo'zi ekan, lekin o'ta polvon ekan-a? Ha, polvon. Qulog'i ham 20 plus. Yo'q, qulog'i ham 20 chiqadi. Ha, o'lchab ham ko'rsatib. Telefon qilsa o'lchab beraverasiz, kichkina metrda. Bunda ko'rinmaydi-da, katta metrda. Gap yo'q mana.
o'z turadigan variantdan ekan. Mana bo'ynidan sekin tulab keladigan ekan mana. Jonivor. Gap yo'q. Bu bo'ybasi necha ekan? Farruxbek 13 metrda. Jonivor. Vesi ham o'ta katta shekilli vesi ham. Vesi ham 100 kilo oshiq. 100 kilo oshiq ekan mana. Osh 93 ekan bu. 90 pilsga beraveramiz. Ekan mana. Hali qo'zi jonivor lekin vesi 100 dan baland ekan. 100 dan baland vesi. 90 ekan. Gap yo'q. Narxi buni buni? Narx buni ham 10 millionga hayron qilib o'tib beramiz. 10 millionga xayri bor bu ham? Ha, xayri bor. Telefon qilishaveradi, ishlarni bitirib beraman obunachilar. Telefon qilgan odamning ishi bitadi Telefon xolos. qilgan odamda ishini bitirib beraman. Gap yo'q. Akalar mana endi keyingilar navbat. Akalar mana keyingi partiyasiga ham. Buni yoshi qanaqa endi? Buniki ham qo'zi mana. Bu ham qo'zi ekan, bundan bari qo'zi chiqqan-da, javob. Oq yuzligidan ekan javob. Qaranglar. O'ta polvon ekan. Oyoqlari ham baquvvat ekan mana qaranglar akalar. Javob. Mana dumbasini bir ko'rsatib qo'ying. Dumbasi ham haqiqiy raketa dumbadan ekan, mana kam dumbadan. Javob akalar mana. Bu holiga akalarimiz uchun uncha pichilib ketmaydi akalar mana. Siqda yursa ham. Tikka dumba, raketa dumba mana. Oyoq kengliklari ham o'ta mo'shni javob. Qo'yda stoykalari ham bor-da. Bittada qo'yavering chiqani. Yeb-ichlarda muammo yo'q o'da xolos. Yeb-ichlarda garantiya. Hamma qo'yimizga garantiya beramiz. Akalar 90 ekan. 90. Qani? Mana akalar uzunligi ham 90 ekan mana. Qo'yni maqtov turmay akalar mana qo'y o'zi ko'rinib turibdi akalar. Jonivor. Qo'y o'zini maqtay. Narxi nech pul endi buni Farruxbek? Narxi 8,5 millionga hayron qildim. 8,5 millionga hayri bor. 8,5 millionga hayron. Yo'q. Telefon qo'lga chiqarasiz. Yana bormi keyingisi? Bor, yana bir partiya chiqar, keyin 4 ta qo'zimiz bor, o'shani ham qo'yib yuboramiz. Obunachilarga pul yengilidan. Bo'ldi. Ilkinglarni. Akalar mana keyingi partiyalariga 4 dona ekan mana. Ularni bitta chiqarib o'tirmadi. Optim chiqarib qo'ya qoldi ekan. Jonivor. 30 ta 40 ta sog'lig'im bor, 4 ta qo'chqor qo'shib yuboraman. Pul arzonlarniga obunachimiz bor. Xudo xolasa. Bular ham dumbalari ham tikka dumba ekan akalar. Hamma. Zot toza xudo xolasa. Yoshlari qanaqa bular? Yoshlar hammasi. Karbonasini qarang akalar, buni qo'ying. Ichida bitta 2 tishi bor. İşte bittasi ikki tish qolgani qo'zi. Ha, ichida bitta 2 tishini chiqargan. Yo'q, bitta ko'kidan bor ekan mana akalar. Sariq. Yo'q. Go'zal narsa. Bo'ylar nechida endi Farruxbek bular? Bo'ylar eng kichigi 88 o'lchangan. Eng kichkina 88, Qolgan 90 pilusda. 90 plyusdan. 90 plus minusga olishaveradi. Ichidan bitta ikkita olaman desam sotilaveradi. Ha, sotilaveradi. Bitta tanlab olaman deysa ham sotilaveradi. Xolos, telefon qilsa, addenni bo'yini o'lchab, video tashib beraverasiz. Ha, video tashlab. Gapi, bular narxi nech pul optimga? Narx optimiga olsa 6,5 milliondan 4 ta uni olaman degan obunachisan, hayriga o'tib beraman. Donaga bo'lsa 6,5 dan, ha? Tanlab olsa 6,5 milliondan ketaveradi. Gapi, optim olsa da xolos chiroyli qilib o'tib berasiz. Ha, optim olsa chiroyli qilib o'tib beriladi. Gapi yo'q. Akalar mana telefon qo'lga chiqarasizlar. Endi kenglayni mana. Akalar mana oxirgi partiyasiga Farruxbekda 5 dona qo'zidan ham bor ekan. Jonivor. Farruxbekda assortiment ko'p ekanlar. So'liq olaman desalang, so'liq ham to'p beraveradi. Bular qo'chqon so'liq bular. Bitta so'lig'i bor, ikkita junlikda bittasi qo'chqor, bittasi so'liq. Mana mashina so'liq ekan mana akalar. Ikkita juni olinganlar qo'chqor. So'liq ham o'ta sifat ekan mana jonivor. Qo'chqorlardan ham chiroyli ekan so'lig'i. Bu to'ri bu qo'chqor a? Ha. Mana akalar ichida ikkita qorasi bor ekan. Ikkita qorasini olaman desalang ham sotilaveradi. Jonivorlar. Tanlab olishsa sotilaveradi. Yeb-ichlari zo'r ekan a? Ha. Bu kashtan voy ekan so'lig'i. Toza kashtan. Quloq ham so'lig'i mana akalar. O'ta chiroyli ekan so'lig'i ham. Gap. Yeb-ichlari zo'r a, xolasa. Zo'r, ha. Ko'rinib ham turibdi mana. Qo'ylardan qolgan mushukni yeyapti akalar mana. Qarang, jonivor. Gap yo'q. Bular necha oylik endi? Bular 5 oyda o'tganda 5 oy 6 oylik turamiz. 5-6 oylik qo'zilar. Ha, qo'zi. Bular nech pul deymiz endi bo'ladigan joyga? Optimga. Junligini olishsa bo'ladiganini tetgan. Qo'chqor so'ladimi? Ikkoni 5 millionga qassaga qilib yetkazib beraman Toshkentgacha. 2,5 dan, ha? Ha. Ishda juni olingan qo'chqorni olaman deysa 2 million 800 mingdan qassaga qilib yuboradi. Xolasa. Quyug'i suyug'i bo'lsa, xudo xolasa chiroyli qilib yo'l qo'yib berasiz. Ha, quyug'i suyug'i 5 yilni olaman degan odamga telefon qilishadi, ishlarni bitirib beradi. Gap yo'q, hurmatli obunachilar, mana kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qiloqqa chiqarasizlar. Video syomkalarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.